Diqqat! Agar siz 1970 yilgacha tug'ilgan bo'lsangiz yoki oilangizda ota-onangiz, aka-opangiz, turmush o'rtog'ingiz, qarindoshingiz shu yosh toifasiga kirsa, bu ma'lumotni hoziroq eshitib oling. Gap shunchaki yangilik haqida emas, hujjat, nafaqa, pensiya, ish staji, tibbiy imtiyozlar va ijtimoiy yordamga taalluqli muhim tartiblar haqida ketmoqda. 20 avgustdan boshlab ayrim arizalar. Tekshiruvlar va ma'lumotlarni yangilash bo'yicha jarayonlar kuchayishi mumkin. Shuning uchun kechikib qolmaslik juda muhim. Men bugun sizga oddiy tilda tushuntiraman. 1975 yilgacha tug'ilganlar nimaga e'tibor berishi kerak? Kimlar xavotir olishi kerak? Kimlar xotirjam bo'lishi mumkin? Qaysi hujjatlar oldindan tayyor turishi zarur va eng ko'p uchraydigan xatolar nimadan iborat? Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki eng muhim amaliy qadamlarni oxirgi qismda aniq qilib aytaman. Hozir kanalga obuna bo'ling, like bosib qo'ying va bu videoni yaqinlaringizga yuboring. Chunki bitta vaqtida berilgan xabar odamni ortiqcha yugur-yugurdan, rad javobidan yoki kechikkan to'lovdan saqlab qolishi mumkin. Avval qanday edi? Ko'p yillar davomida odamlar pensiya yoki ijtimoiy to'lov masalasida asosan faqat vaqti kelganda, ya'ni pensiya yoshiga yaqinlashganda hujjat yig'ishni boshlardi. Kimdir mehnat daftarchasini olib borardi, kimdir eski ish joyidan ma'lumotnoma qidirardi, kimdir arxivga murojaat qilardi. Ko'pchilik hali vaqt bor. Keyin bilib olaman. Davlat o'zi topib beradi deb o'ylardi. Ammo amalda shunday holatlar ko'p uchraydi. Ish staji elektron bazada to'liq ko'rinmaydi. Eski korxona yopilgan bo'ladi. Familiya o'zgargan bo'ladi. Harbiy xizmat, dekret davri, kolxoz yoki shirkatdagi mehnat yillari hujjatda noto'g'ri yozilgan bo'ladi. Endi nima o'zgarmoqda? Hozir asosiy e'tibor hujjatlarning elektron bazalar bilan mosligiga, shaxsiy ma'lumotlarning to'g'riligiga va har bir to'lovning aniq asos bilan tayinlanishiga qaratilyapti. Bu shuni anglatadiki, odamning pasport ma'lumoti, JSHR raqami, mehnat staji, oylik badallari, yashash manzili, nikoh yoki familiya o'zgarishi, nogironlik holati, qarindoshlik aloqalari va boshqa ma'lumotlar bir-biriga mos bo'lishi kerak. Agar bitta joyda xato bo'lsa, masalan tug'ilgan sana bir hujjatda boshqacha, familiya bir harf bilan farq qilsa yoki eski ish joyi bo'yicha staj ko'rinmasa, ariza ko'rib chiqilishi cho'zilishi mumkin. 1970 yilgacha tug'ilganlar nima uchun alohida e'tiborda? Chunki bu toifadagi fuqarolarning katta qismi pensiya yoshiga yaqinlashgan yoki ayrimlari allaqachon pensiya, ijtimoiy yordam, tibbiy ko'rik, sanatoriy yo'llanmasi, kommunal imtiyozlar, nogironlik bo'yicha to'lovlar yoki boquvchisini yo'qotganlik masalasida davlat xizmatlariga murojaat qilayotgan bo'lishi mumkin. Aynan shu yoshdagi odamlarda eski mehnat daftarshalari, yopilgan tashkilotlar, arxiv hujjatlari, sovet davri yozuvlari, qo'lda to'ldirilgan buyruqlar va noto'g'ri muhrlar ko'proq uchraydi. Shuning uchun 25 avgustdan keyin biror ariza topshirishdan oldin hujjatlarni tekshirib olish juda muhim. Birinchi navbatda 1975 yilgacha tug'ilgan va rasmiy ish staji bo'lgan fuqarolar o'z hujjatlarini tekshirishi kerak. Masalan, siz 1972 yilda tug'ilgansiz, 1991 yildan 2005 yilgacha zavodda ishlagansiz. Keyin bozorda yakka tartibda faoliyat qilgansiz. Keyin yana 2010 yildan rasmiy ishga kirgansiz. Qog'ozda qaraganda sizda ancha staj bor. Lekin elektron bazada faqat 2010 yildan keyingi davr ko'rinishi mumkin. Eski zavod yopilgan bo'lsa, uning hujjati arxivda bo'lishi kerak. Agar siz buni oldindan tekshirmasangiz, pensiya tayinlashda staj tasdiqlanmadi degan muammo chiqishi mumkin. Ikkinchi toifa. Mehnat daftarchasida yozuvlari noaniq bo'lganlar. Men amaliyotda ko'p ko'rganman. Odam 15 yil ishlagan, lekin mehnat daftarchasida ishga qabul qilingan sana bor, ishdan bo'shagan sana yo'q. Yoki buyruq raqami yozilgan, lekin muhr bosilmagan. Yoki tashkilot nomi qisqartma bilan yozilgan. Keyinchalik u nom bir necha marta o'zgargan. Bunday holatda xodim haqiqatan ishlaganini isbotlash uchun arxiv ma'lumotnomasi, ish haqi qaydnomasi, buyruq nusxasi yoki boshqa tasdiqlovchi hujjatlar kerak bo'ladi. Uchinchi toifa, ayollar. Ayniqsa 1975 yilgacha tug'ilgan ayollarda familiya o'zgarishi bilan bog'liq muammo ko'p uchraydi. Masalan, qiz familiyasida ishga kirgan, turmushga chiqqandan keyin familiyasi o'zgargan, keyin mehnat daftarchasida eski va yangi familiya orasida hujjat bog'lanmagan. Agar nikoh guvohnomasi, ajrim bo'lgan bo'lsa, ajrim hujjati yoki familiya o'zgarganini tasdiqlovchi ma'lumot bo'lmasa, stajni bir shaxsga tegishli deb
tan olishda savollar paydo bo'ladi. Shuning uchun ayollar o'zlarining eski hujjatlari, nikoh guvohnomasi va pasportdagi ma'lumotlar mosligini tekshirishi shart. 4-toifa norasmiy ishlaganlar. Ko'pchilik men 20 yil ishlaganman deydi, lekin rasmiy hujjatda bu ko'rinmaydi. Masalan, odam qurilishda ustachilik qilgan, bozorda savdo qilgan, fermer xo'jaligida mavsumiy ishlagan, lekin mehnat shartnomasi tuzilmagan, soliq yoki ijtimoiy badal to'lanmagan. Bunday vaziyatda og'zaki gapning o'zi yetarli bo'lmaydi. Pensiya yoki ayrim ijtimoiy to'lovlarda rasmiy tasdiq muhim. Shu sababli hozirdan mavjud hujjatlarni to'plash, yakka tartibdagi faoliyat bo'lgan bo'lsa ro'yxatdan o'tgan davrni aniqlash, soliq organlaridan ma'lumot olish kerak. 5-toifa sog'lig'i sababli nogironlik. Parvarish yoki tibbiy imtiyozlar bo'yicha murojaat qiladiganlar. 1975 yilgacha tug'ilgan odamlar orasida surunkali kasalliklar, yurak-qon tomir, qandli diabet, bel va bo'g'im kasalliklari, ko'rish yoki eshitish muammolari ko'proq uchraydi. Agar kishi nogironlik guruhi dori-darmon imtiyozi yoki tibbiy yo'llanma masalasida murojaat qilmoqchi bo'lsa, faqat og'riq borligini aytish yetmaydi. Poliklinika kartasi, tahlillar, mutaxassis xulosasi, shifoxona epikrizlari, avvalgi davolanish hujjatlari tartibli bo'lishi kerak. Hujjat qancha to'liq bo'lsa, jarayon shuncha aniq bo'ladi. Endi kimlar unchalik xavotir olmasligi mumkin. Agar sizning pasportingiz, JSHSHIR raqamingiz, mehnat daftarchangiz, elektron mehnat ma'lumotlaringiz, soliq va ish haqi bo'yicha ma'lumotlaringiz to'liq mos bo'lsa, eski ish joylaringiz tasdiqlangan bo'lsa, familiya o'zgarishi hujjat bilan bog'langan bo'lsa, unda keskin xavotirga asos yo'q. Lekin baribir tekshirish kerak. Chunki xato ko'pincha odam ariza topshirgandan keyin bilinadi. Oldindan tekshirish esa eng arzon va eng tinch yo'l. Birinchi misol. 1970 yilda tug'ilgan erkak 1990 yildan 1998 yilgacha zavodda ishlagan, 1998 yildan 2003 yilgacha Rossiyaga ishlashga ketgan. 2004 yildan keyin O'zbekistonda rasmiy ishga kirgan. U o'ylaydi: menda 25 yildan ortiq staj bor, lekin pensiya jamg'armasi yoki vakolatli organ ma'lumotni tekshirsa, 1998 yillardagi zavod staji arxiv bilan tasdiqlanishi kerak bo'ladi. Rossiyadagi davr esa alohida tartibda ko'rib chiqilishi mumkin, barcha holatda ham avtomatik qo'shilavermaydi. Natijada odam o'zi kutgan pensiya miqdoridan kamroq hisob chiqishiga duch kelishi mumkin. Bunday bo'lmasligi uchun u zavod hujjatlarini, ishga qabul va ishdan bo'shash buyruqlarini, ish haqi ma'lumotlarini oldindan izlab topishi kerak. Ikkinchi misol. 1974 yilda tug'ilgan ayol 1993 yilda maktabda ish boshlagan, 1996 yilda turmushga chiqqan, familiyasi o'zgargan. 1938-2001 yillarda bolalar parvarishi bilan uyda bo'lgan, keyin yana ishlagan. Mehnat daftarchasida qiz familiyasi bilan bir nechta yozuv, keyin erining familiyasi bilan boshqa yozuvlar bor. Agar nikoh guvohnomasi yo'qolgan bo'lsa yoki yozuvlar noto'g'ri bo'lsa, uning staji bo'lak-bo'lak ko'rinishi mumkin. Shuning uchun u FADYX orqali nikoh qaydini tiklashi, bolalar tug'ilganlik guvohnomalarini tayyorlashi va mehnat daftarchasidagi familiya o'zgarishini hujjat bilan bog'lashi kerak. Uchinchi misol. 1918 yilda tug'ilgan fuqaro umri davomida dehqonchilik qilgan. Mahallada hamma uni ishlagan deb biladi. Lekin rasmiy ro'yxat, soliq to'lovi yoki mehnat shartnomasi bo'lmasa, pensiya hisobida bu davrni tasdiqlash qiyin bo'ladi. Qo'shnilar biladi yoki rais biladi degan gap ayrim masalalarda yordam berishi mumkin. Lekin rasmiy hisob-kitobda asosiy narsa hujjat. Shuning uchun dehqon xo'jaligi, fermer xo'jaligi, shirkat yoki yakka tartibdagi faoliyatga oid har qanday qog'ozni topish kerak. 4-misol. 1973 yilda tug'ilgan odamning pasportida tug'ilgan sanasi 2-may, eski mehnat daftarchasida esa 20 may deb xato yozilgan. Bitta raqam almashgani ahamiyatsiz deb tuyuladi. Lekin elektron tekshiruvda bu ikki yozuv turli shaxs yoki noaniq hujjat sifatida chiqishi mumkin. Bunday xatoni ariza berishdan oldin tuzatish kerak. Aks holda oddiy xato bir necha haftalik kechikishga olib kelishi mumkin. Eng birinchi nozik jihat shuki, hamma o'z holatini bir xil deb o'ylamasligi kerak. Bir odamda 30 yil staj bo'lsa ham hujjati chala bo'lishi mumkin. Boshqa odamda 18 yil staj bo'lsa ham hammasi elektron bazada to'liq turgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun falonchiga shunday bo'libdi, demak menga ham shunday bo'ladi degan xulosa noto'g'ri. Har bir fuqaroning holati alohida tekshiriladi.
Ikkinchi muhim jihat, eski korxona yopilgan bo'lsa, bu staj yo'qoladi degani emas. Ko'p odamlar aynan shu yerda xato qiladi. Korxona yopilgan bo'lsa, uning hujjatlari arxivga topshirilgan bo'lishi kerak. Ba'zan tuman arxivida, ba'zan viloyat arxivida, ba'zan huquqiy voris tashkilotda bo'ladi. Siz zavod yo'q, endi bo'ldi deb qo'l siltamasligingiz kerak. Arxivga yozma so'rov berish, ish davrini aniq ko'rsatish, tashkilotning eski nomini yozish, taxminiy bo'lim yoki lavozimni ko'rsatish kerak. Uchinchi xavfli joy, faqat telefon orqali so'rab ish bitdi deb o'ylash. Men har doim aytaman, muhim masalada yozma iz qoldiring. Davlat xizmatlari markaziga borsangiz, ariza raqamini oling. Portal orqali yuborsangiz, elektron tasdiqni saqlang. Arxivga murojaat qilsangiz, so'rov nusxasi va javob xatini saqlang. Chunki keyin men so'ragandim degan gapdan ko'ra ariza raqami kuchliroq bo'ladi. To'rtinchi nozik jihat, qarzdorlik yoki bank hisob varag'i bilan bog'liq masalalar. Ayrim ijtimoiy to'lovlar, kompensatsiyalar yoki pensiya to'lovlari bank kartasiga tushadi. Agar karta muddati tugagan bo'lsa, bank ma'lumotlari eskirgan bo'lsa, pasport almashtirilgan, lekin bankda yangilanmagan bo'lsa, pul kelishi kechikishi mumkin. Odam esa menga to'lov tayinlanmadi deb o'ylaydi. Aslida muammo hisob raqam yoki identifikatsiya ma'lumotida bo'lishi mumkin. 5-jihat yashash manzili. Ko'pchilik bir joyda ro'yxatda turadi, boshqa joyda yashaydi. Ariza, chaqiruv, xabarnoma yoki tekshiruv eski manzilga ketishi mumkin. Ayniqsa ijtimoiy yordam, parvarish, mahalla xulosasi. Ehtiyojmandlikni aniqlash kabi masalalarda real yashash joyi juda muhim. Agar siz 1975 yilgacha tug'ilgan yaqin insoningiz uchun yordam rasmiylashtirmoqchi bo'lsangiz, uning ro'yxat manzili, hozirgi yashash manzili va mahallali ma'lumotlarni moslashtiring. 6-nozik jihat, hujjatdagi ism sharif yozilishi. Masalan, Gulnora va Gulnara, Muhammad va Muhammad, Oktam va Uktam kabi farqlar oddiy ko'rinsa ham, ba'zida farq sifatida chiqishi mumkin. Ayniqsa eski ruscha hujjatlar lotin yozuviga o'tkazilganda xatolar paydo bo'ladi. Shuning uchun barcha hujjatlarda ism, familiya, otasining ismi, tug'ilgan sana va JSHR bir xil ekanini tekshiring. 7-jihat, ishonchnoma. Ko'p hollarda yosh katta odamning o'zi idora yurishga qiynaladi. Farzandi yoki qarindoshi yordam bermoqchi bo'ladi. Lekin ayrim harakatlar uchun oddiy men o'g'liman deyish yetmaydi. Bank, arxiv, davlat organi yoki tibbiy muassasa vakolat so'rashi mumkin. Shuning uchun zarur bo'lsa, notarial ishonchnoma tayyorlanadi. Bunda ishonchnomada aynan qaysi ishlarni bajarish vakolati berilgani aniq yozilishi kerak. Ariza topshirish, ma'lumotnoma olish, hujjat nusxasini olish, bank hisob varag'i bo'yicha ma'lumot olish va hokazo. Birinchi qadam, shaxsiy hujjatlarni tekshiring. Pasport yoki ID karta, JSHR, tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh guvohnomasi. Ajrim hujjati, familiya o'zgargan bo'lsa, tegishli ma'lumotnomalar bir joyda tursin. Hamma hujjatda ism sharif, tug'ilgan sana va boshqa ma'lumotlar mosligini ko'ring. Agar xato topsangiz, uni keyinga qoldirmang. Fuqadiyo. Migratsiya bo'limi yoki tegishli davlat xizmatlari orqali tuzatish tartibini so'rang. Ikkinchi qadam, mehnat stajini tekshiring. Mehnat daftarchangiz bo'lsa, har bir yozuvni ko'zdan kechiring. Ishga qabul sanasi bormi? Ishdan bo'shash sanasi bormi? Buyruq raqami yozilganmi? Muhr bormi? Tashkilot nomi o'qiladimi? Lavozim ko'rsatilganmi? Keyin elektron ma'lumotlar bilan solishtiring. Agar elektron bazada biror davr ko'rinmasa, o'sha davr bo'yicha arxiv yoki sobiq ish joyidan tasdiq oling. 3-qadam, arxivga murojaat qilishga tayyorlaning. Arxiv so'rovida umumiy gap yozmang. Men 1991 yildan 1998 yilgacha falon zavodning falon bo'limida ishlaganman. Ishga qabul va bo'shash buyruqlari, ish haqi qaydnomalari bo'yicha ma'lumotnoma berishingizni so'rayman deb aniq yozing. Agar tashkilot nomi o'zgargan bo'lsa, eski va yangi nomlarini yozing. Agar aniq sanani bilmasangiz, taxminiy yillarni ko'rsating. Mehnat daftarchasi nusxasini ilova qiling. 4-qadam, tibbiy hujjatlarni tartiblang. Agar sog'lig'ingiz bo'yicha imtiyoz, nogironlik, parvarish yoki sanatoriy masalasi bo'lsa, poliklinikaga boring. Oilaviy shifokor bilan gaplashing, kerakli mutaxassis ko'rigidan o'ting. Uyda yotgan eski epikrizlar, tahlil javoblari, retseptlar, tekshiruv xulosalarini bir papkaga soling. Tibbiy komissiyaga borganingizda kasalman degan gap emas, tizimli tibbiy tarix muhim bo'ladi. 5-qadam, bank va aloqa ma'lumotlarini yangilang. Pensiya yoki to'lov tushadigan kartaning muddati tugamaganini tekshiring.
Bankdagi pasport ma'lumotlaringiz yangi ID karta bilan mosmi? Telefon raqamingiz o'zingizning nomingizdami? SMS xabarnoma ishlayaptimi? Ko'p odam pul tushmaganini kech biladi, chunki telefon raqami eski yoki karta faol emas. Bu juda oddiy, lekin juda ko'p muammo keltiradigan masala. 6-qadam mahalla va ijtimoiy himoya bilan bog'liq ma'lumotlarni aniqlang. Agar ehtiyojmandlik, moddiy yordam, parvarish puli yoki boshqa ijtimoiy masala bo'lsa, mahalladagi mas'ul xodimdan aniq ro'yxatni so'rang. Qaysi hujjat kerak? Ariza qayerga topshiriladi? Muddat qancha? Javob qanday olinadi? Og'zaki gap bilan cheklanmay, kerak bo'lsa yozib oling. Har bir topshirgan hujjatingizdan nusxa saqlang. 7-qadam yaqinlaringizga yordam bering. 1975 yilgacha tug'ilgan odamlarning hammasi ham telefon, internet, elektron portal yoki davlat xizmatlari tizimidan bemalol foydalana olmaydi. Farzandlar, jiyanlar, nevaralar bu yerda yordam berishi kerak. Ota-onangizdan hujjatlaringiz joyidami deb so'rashning o'zi yetmaydi. Birga o'tirib, papkani oching, hujjatlarni sanab chiqing, kam joyini yozib oling. Bugun 1 soat vaqt ajratsangiz, ertaga bir oy yugurishdan qutulasiz. 8-qadam shubhali xabarlarga ishonmang. 25 avgustdan keyin hammaning puli to'xtaydi. Faqat bugun ariza bersangiz pul olasiz. Menga pul bering, hammasini hal qilib beraman degan gaplarga ehtiyot bo'ling. Rasmiy ma'lumotni vakolatli organ Davlat xizmatlari markazi rasmiy sayt, bank yoki mahalla orqali tekshiring. Hech kimga pasport nusxasi, karta kodi, SMS kodi yoki shaxsiy raqamlaringizni ishonib bermang. Ayniqsa yosh katta odamlar telefon firibgarlari uchun oson nishonga aylanishi mumkin. 9-qadam ariza topshirganda nusxa va tasdiq oling. Qog'oz ariza bersangiz kirim raqami yoki qabul qilinganini tasdiqlovchi belgi bo'lsin. Elektron ariza yuborsangiz ariza raqamini saqlang. Javob muddati tugasa, aynan shu raqam bilan murojaat qilasiz. Bu tartib sizni noaniqlikdan himoya qiladi. 10-qadam oldindan maslahat oling. Agar holatingiz murakkab bo'lsa, masalan bir nechta joyda ishlagan bo'lsangiz, chet elda mehnat qilgan bo'lsangiz, familiyangiz bir necha marta o'zgargan bo'lsa, hujjatlaringiz yo'qolgan bo'lsa yoki sud orqali faktni tasdiqlash kerak bo'lishi mumkin deb o'ylasangiz, mutaxassis bilan maslahatlashgan ma'qul. Ba'zan bitta to'g'ri yozilgan ariza keyingi katta muammoning oldini oladi. Birinchi xato vaqtni cho'zish. Odamlar ko'pincha pensiya yoshi kelganda yoki to'lov kerak bo'lganda hujjat qidiradi. Arxiv javobi esa darhol chiqmasligi mumkin. Eski hujjatni tiklash uchun vaqt ketadi. Shuning uchun 1975 yilgacha tug'ilganlar uchun eng to'g'ri yo'l hoziroq tekshiruv boshlash. Ikkinchi xato hujjatning faqat aslini olib yurish. Muhim hujjatlarning nusxasi bo'lsin. Telefoningizda rasmga olib qo'yishingiz mumkin, lekin rasm har doim ham rasmiy nusxa o'rnini bosmaydi. Kerakli joyda kseron nusxa yoki tasdiqlangan nusxa talab qilinishi mumkin. 3-xato bir tashkilotdan rad javobi olgach masalani yopib qo'yish. Rad javobining sababini o'qing. Hujjat yetarli emas deyilsa, qaysi hujjat kerakligini aniqlang. Ma'lumot topilmadi deyilsa, boshqa arxiv yoki huquqiy voris tashkilot bor yo'qligini so'rang. Rad javobi har doim ham yakuniy nuqta emas, ba'zan u keyingi to'g'ri qadamni ko'rsatib beradi. 4-xato birovning tajribasini o'ziga to'liq ko'chirish. Qo'shningizga bir hujjat yetgan bo'lishi mumkin, sizga esa boshqa hujjat kerak bo'ladi. Chunki staj, ish joyi, oila holati, sog'liq holati, yashash manzili, to'lov turi har xil. 5-xato firibgarlarga ishonish. Men tanish orqali pensiyani oshirib beraman, staj qo'shib beraman, hujjat kerak emas, pul bersangiz bo'ldi degan takliflar xavfli. Rasmiy asos bo'lmas, keyin odamning o'zi javobgar bo'lib qolishi mumkin. Hamma ishni qonuniy, hujjatli va tekshiriladigan yo'l bilan qiling. Xulosa qilib aytaman. 1975 yilgacha tug'ilganlar uchun eng muhim vazifa vahimaga tushish emas, balki hujjatlarni hoziroq tartibga keltirish. 25 avgustdan boshlab muhim o'zgarishlar va tekshiruvlar haqida gap ketayotgan bir paytda pasport ma'lumotlari, mehnat staji, arxiv hujjatlari, familiya o'zgarishi, tibbiy ma'lumotlar, bank kartasi va yashash manzili bo'yicha hammasini oldindan tekshirib olish kerak. Kimning hujjati to'liq bo'lsa, u ko'p muammodan xoli bo'ladi. Kimning hujjatida xato yoki bo'shliq bo'lsa, uni vaqtida tuzatgan odam yutadi. Men sizga tavsiya qilaman. Bugun ota-onangiz, turmush o'rtog'ingiz, aka-opangiz yoki 1975 yilgacha tug'ilgan yaqin insoningiz bilan gaplashing. Hujjat papkasini oching, kamchiliklarni yozib chiqing.
Kerak bo'lsa davlat xizmatlari markazi arxiv, poliklinika, bank yoki mahallaga murojaat qiling. Eng muhimi, rasmiy manbadan aniqlang va hamma ariza bo'yicha tasdiqni saqlang. Agar bu ma'lumot sizga foydali bo'lgan bo'lsa, izohlarda yozing. Siz yoki yaqinlaringiz 1975 yilgacha tug'ilganmisiz? Hujjatlarda qanday muammo uchragan? Like bosib qo'ying. Kanalga obuna bo'ling va videoni yaqinlaringizga yuboring. Chunki bugun vaqtida yetib borgan bitta xabar ertaga katta muammoning oldini olishi mumkin.